Assalomu alaykum. Sizni noldan tarkiting deb nomlangan 4-chi, ya'ni eng muhim darslarimizdan bittasi lead bo'yicha lead maqsadida reklama yoqish darsligimizda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bu darslik menimcha reklama maqsadlarining orasidagi eng muhimi deb bekorga aytmayapmiz, sababi juda ham ko'p bizneslarda ya'ni zaявkalar tushirish orqali savdolarini oshirishadi. Agar darsga tayyor bo'lsanglar, xudo xolsa qani boshladik. Bugun nimalarni ko'rib chiqamiz? Lead o'zi nima? Lead formani sozlash, momentalniy formadan leadlarni olish va qo'ng'iroq maqsadida yoqishlar ichiga kirib ketadi. Shuni yana Ads Manager'imizga kirib olamiz. Yana sozdать knopkasini bosamiz. Bu joyda trafik auksionini ko'rib chiqdik. Endi lead maqsadini tanlaymiz va продолжать qilamiz. Bu yerda ham ruchnoy tanlaymiz va bosamiz. Bu yerdagi targetdagi nastroykalarni ko'rinish, ya'ni auditoriyani tanlash, kompaniyaga nom berish, kreativlarni tanlash deyarli bir xil hammasida. Faqatgina shu reklama maqsadiga qarab reklamadagi formalar, misol uchun sayt o'tgan safargi darsimizda saytdagi chatni to'g'irlashni ko'rib chiqdik. Shu narsalarda ozginadan farq qiladi. Ya'ni siz bu yerdagi polniy nastroykalarni tushunib olsangiz, har bitta maqsadni osongina yoqadigan bo'lasiz. Yana nazvani kompaniya tanlashdan boshlaymiz. Misol uchun lead ga yoqamiz. Ya'ni bu adashib ketib qolmasligi uchun yana nazvani kompaniya qilib qo'yapmiz. Bu yerda xuddi shunaqa nazvani grupa объявлениyaga necha pulga reklama yoqishimiz, misol uchun $10 ga 25-45 qilganmiz o'tgan safar. Xuddi shunaqa belgilab ketsak bo'ladi. Yana bizda bu yerda momentalniy forma degan joy turibdi. Leadga yoqayotgan paytda momentalniy formada turishi kerak. Bu yerda sizlar birinchi marta leadga reklama yoqayotgan paytinglarda sizlarni usloviyani qabul qilishlikni Facebook so'raydi. Ya'ni ular sizlar reklama yoqqaninglardan keyin sizga u mijozlarini, informatsiyalarini, ya'ni telefon raqam, kontaktlarini sizga ishonib beradi va shu narsani siz yomon yo'lda ishlatmasligingiz, foydalanmasligingiz uchun sizdan shu usloviyani qabul qilishlikni so'raydi. Usloviyani qabul qilib olamiz. Bu yerda o'qib chiqsanglar ham bo'ladi. Reklama leadov. Ya'ni yomon maqsadlarda ishlatma degan maqsadida bu narsani oldindan so'rab oladi. Согласен olamiz. Bizda bu narsa yopiladi. Momentalniy forma yana bu yoqqa ketdi. Reklama budjetini $10 qilamiz. Misol uchun yoqiladigan vaqtni hal gaplashganimizda, misol uchun 14 bo'lsa, bugun 15-chislo 00 ga o'tkazamiz. Data tanlash kerak bo'lsa tanlaymiz. Misol uchun 30 kun tanla deyapti, individualniy nastroykaga yozib. Misol uchun 20-gacha qilamiz. 20-kuni soat 23:34 da reklamamiz o'chadi. Bu yerda xuddi shunaqa, ya'ni qayerda reklama ko'rsatmoqchiligimizni tanlaymiz. Misol uchun Toshkent bo'lsa, Toshkent regionini tanlaymiz. Bu yerda kilometrlarni o'tkazamiz. Bo'ldi. O'tgan safargi reklama nastroykalari bilan deyarli bu tomoni bir xil, umuman deyarli farq qilmaydi. Bizda mana prognoz bo'yicha rezultatni ko'rsatib beryapti. Misol uchun $10 ga 15 mingtadan 43 mingtagacha odam sizda reklamani ko'rish mumkin deyapti. Bu narsa reklamani qanchalik kreativ yaxshi ishlanganligi va odamlarga bu qanchalik qiziq bo'lishiga bog'liq bo'ladi baribir. Lead soni ham xuddi shunaqa 22 tadan 64 tagacha ko'rsatyapti. Bu prosta prognoz qilyapti. Ya'ni bu narsa ko'proq axvatga pul to'laydi. Ya'ni targetda CPM degan narsa bor. Ya'ni mingta ko'rish soniga pul oladi sizdan Facebook ko'proq. Qancha qiziq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qancha siz berayotgan taklifingiz, berayotgan kreativingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, shunga qarab bu rezultatlar o'zgarib ketishi mumkin. Bu shunchaki taxminiy anaqani chiqarib beryapti, prognoz chiqarib beryapti xolos. Bunga ko'p ishonib qolmanglar. Bu yerda yana auditoriyani tanlab chiqa olamiz. Misol uchun 25-45 qilgan edik. 25-45 bu joylarni o'tgan darsda ko'rib chiqqan edik. Shunga qarab qiziqishlarini sohadan kelib chiqib o'zingizlar tanlab chiqishinglar mumkin bo'ladi. Va yana bu joyda biz platformalarni tanlaymiz. Bizga Facebook va Instagram ko'proq kerak, shuning uchun qolganini chiqarib tashlaymiz. Yana объявление bo'limiga o'tamiz. Объявление bo'limiga o'tib turib 2x video misol uchun yoqamiz deb tanlaymiz.
bu yerdan настройка video kreativimizni tanlaymiz. Yana xuddi shu videoyim bor menda. Video joylanadi. Tekstiga ham yana tekst bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunaqa tekst yozib qo'ysanglar bo'ladi. Zaglovkasiga ham knopkaga o'zingizlardan kelib chiqib, ya'ni kreativda pastdagi podrobniy tugmasi orqali ro'yxatdan o'ting degan bo'lishi mumkin yoki pastdagi tugma orqali ro'yxatdan o'ting degan bo'lishi mumkin. Shunga qarab knopkani tanlaysizlar. Misol uchun podrobniy deb ko'pchilik ishlatadi, shuning uchun yana podrobniyni qo'yyapman. Bizga pastga tushganimizda bizda Sazdat forma degan joyga yetib kelyapti. Ya'ni siz reklama ko'rsatganingizdan keyin formangizga chekilganda qanaqa ma'lumotlar bo'lishi kerak? Bu yerda Sazdatni bosamiz. Mana naзвание forma. Bizda lead yangi formalarga nom berib qo'yasizlar, keyinchalik adashib ketmasligingiz uchun. Nom beramiz va bu yerda настройки tarafiga o'tib olamiz. Bu yerda ограничение доступ degan joy chiqyapti. Ya'ni bu nima farq qiladi? Ограничение доступ degani kim sizlarni reklamalarni ko'rsa, faqatgina shu odam sizlarga zaiflik qoldira oladi xolos. Agar uni kimgadir отправить qiladigan bo'lsa, отправить qilib ko'rgan odam reklamani deya zaiflik qoldira olmaydi. Dostupniy ham qilib qo'ysanglar ham bo'ladi, ограничение qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yerdan ham ingliz tilini tanlab qo'ysanglar bo'ladi yoki rus tilini tanlasanglar ham bo'ladi. Shuni qilamiz va готов qilib qo'yamiz. Bu yerda so'rayapti, использовать форма, которая можно быстро. Ya'ni forma chiqishi bilan tezroq to'ldiradigan narsa bo'lsinmi deb so'rayapti. Biz bu yerda formani tezroq to'ldiradigan variantini tanlaymiz. Yana bitta hozir funksiya chiqqan. Hozirgi paytda O'zbekistonda aktualni ishlamayapti. Ya'ni leadlarning kassasi balandroq bo'lishi uchun bu yerda lead qoldirmoqchi bo'lgan odamda telefon raqamiga kod borib, u kodni tasdiqlab Facebookga kirgizgandan keyin lead qoldira oladigan, ya'ni funksiya qo'shilgan, lekin O'zbekiston hududida bu juda ham hozirgi paytda yaxshi ishlamayapti. Biz juda ko'p foydalanib ko'rdik, foydasi deyarli bo'lmadi. Bo'ldi. Bu yoqda keyin ustib ketdi, ikkinchi qadamni bosamiz. Zaglovka formaga kirgan paytda qanaqa zaglovka bo'lishligi. Misol uchun bu yerga ham har xil narsa qo'yiladi. Mahsulot haqida ham misol uchun eng muhim narsa bu yerda ishlatilishi kerak bo'lgan so'zlar formani to'ldirishlikka odamlarni jalb qilish kerak. Ya'ni misol uchun ro'yxatdan o'tib maxsus chegaraga ega bo'ling. Yoki misol uchun deyishimiz mumkin, target xizmatimiz orqali savdoyingizni ikkinchiga oshirishga kafolat beramiz xullas. Ma'lumotlarni to'ldirib bepul konsultatsiyaga yoziling. Misol uchun qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Vопроslar. Bu yoqqa ketdi. Bu yerda hozir sizlar ko'rib turgan narsa, ya'ni avtomatik to'ldiradigan narsa. Bu yerdan elektron pochtani olib tashlasak bo'ladi, meni olib tashlasak bo'ladi. Bu yerga ham bizatini yozishimiz kerak. Ma'lumot ya'ni bu avtomat qoldiriladigan nomerda leadni sifati u darajada sifatli bo'lmasligi mumkin. Sababini aytib o'taman. Sababi Instagramga misol uchun 1 yil yoki 2 yil olgan nomeriga ochib qo'ygan Instagramini hozirgi paytda u nomerni ishlatmasligi mumkin. Lekin sizga reklama chiqqan paytda shu orqali nomer keladigan bo'lsa, shu eski 2 yil oldin kuyib ketgan nomeri kirgizilib qoladi. Shu sababdan biz bu yerda ko'proq добавить вопрос knopkasini qo'shamiz, korotkий ответ qilamiz va bu joyga faol ishlatadigan raqamingiz deb yozamiz. Misol uchun yana qo'shamiz. Misol uchun ismingiz yana qo'shamiz.
yana qo'shamiz. Siz bilan qaysi vaqt bog'lansak bo'ladi? Shunga o'xshagan narsalarni qo'shsak bo'ladi. Ya'ni qancha savollar ko'p bo'ladigan bo'lsa, filtr shunchalik ko'p bo'ladi va sizlarga tushayotgan lead shunchalik sifatli bo'lishiga yordam beradi. Mana bizda o'rnini alishtirib qo'ysak bo'ladi. Ismingiz, faol ishlatadigan raqamingiz, sizni qaysi vaqt bog'lansak bo'ladi. Bu yerda ko'rib tursak bo'ladi. Ko'rinishini xuddi shunaqangi klientga ko'rinadi. Vopros qismimizda bizga shu ma'lumotlar kerak deb shu ma'lumotlarni kirgizyapmiz. Keyingi qismga o'tamiz. Bu yerda keyingi qismda silka so'rayapti. Silkaga Instagram yoki Telegramni qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Yana misol uchun qo'yishim mumkin. Yana silkani shu joyiga. Yana bu joyga yoki bunday yozib qo'ysam ham bo'ladi. Instagram akkauntim. Nima bo'lsa shuni yozib qo'ysanglar bo'ladi, nima silka bo'ladigan bo'lsa. Bundan keyin oxirgi knopka qoladi bizda. Ya'ni registratsiya yakunlangan bo'limi. Siz siz misol uchun sizni murojaatingiz qabul qilindi. Tez orada siz bilan bog'lanamiz. Bo'ldi. Klientga formani to'ldirgandan keyin shu so'zlar ko'rinadi. Yana qo'shimcha qilib bu yerga yana Instagramimizni qo'ysak ham bo'ladi yoki-da Telegram chat qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Misol uchun hozir buni ham bir qator ko'rsatib beraman. Misol uchun shu Telegram linkini olaman va bu yerga belgilab qo'yish mumkin. Agar boshidagi narsa o'chib ketsa, yana xuddi shunday tersanglar bo'ladi. http ikkita nuqta yonboshga chiziq .me yana bitta chiziq qilsanglar, уже bo'ladi. Смотреть sayt degan joyga Telegram chat deb yozib qo'ysak bo'ladi. Mana bu yoqda xuddi shunaqangi ko'rinib turadi. Ya'ni registratsiya tugatgandan keyin siz bilan Telegram chatingiz orqali bog'lanish mumkin bo'ladi. Sozdать formani bosamiz va bizda forma уже tayyor bo'ladi. Уже mana lead yangi degan forma bor. Bu yoqqa tushsak, pastda ko'rinib turibdi. Xuddi shunaqa formani ko'rishi, ismingiz, faol ishlatadigan raqamingiz, siz bilan qaysi vaqt bog'lansak bo'ladi. Mana majburiy nomerni olinishligi va formani yakunlanishligi. Bo'ldi. Shu orqali siz lead maqsadida reklama yoqasiz. Yoqqan bo'lasiz, oblikovать qilsangiz reklama yonadi. Yana bitta maqsadlarni ko'rib chiqamiz. Aytgancha, leadni, ya'ni sayt orqali hozirgi paytda bilgan bo'lsangiz, landing pagelar orqali ham sizdan lead olishadi. Ya'ni saytga kirasiz, to'liq informatsiyalarni ko'rib chiqasiz va oxirida ismingizni, nomeringizni, qanaqadir yana qo'shimcha ma'lumotingizni qoldirasiz. Buni ham xuddi shunaqa lead maqsadida yoqsa bo'ladi. Unda faqatgina ya'ni o'sha saytning piksellarini Facebookga ulab chiqish kerak bo'ladi. U juda ham ko'p murakkab ish hisoblanadi. Shuning uchun ko'proq chuqurroq targetga kiradigan bo'lsangiz, u narsani o'rgansangiz bo'ladi. Xudo xolasa, keyingi maqsadlarimiz ham bor. Shu bo'yicha ham darsliklar chiqaramiz, xudo xolasa. Yana qo'shimchasiga bu yerda zvonok to'ziga ham yoqsangiz bo'ladi reklama. Bo'ldi. Zvonokka momentalniy formaga sayt orqali olishlikka eng ko'p ishlatadigan maqsadlari hisoblanadi. Bu yerda reklamani yongan hisob deymiz va bizga bu yerda bitta savol tug'iladi. Biz leadga reklama yoqdik. Endi bizga tushayotgan zaifliklar qayerda bo'ladi? Uni reklamalarni, leadlarni olish uchun esa ikkita yo'l bor. Avtomatizatsiya qilish mumkin yoki-da ruchnoy olsangiz ham bo'ladi. Uning uchun biz Meta Business Suite kiramiz. Qaytadan esingizda bo'lsa, xuddi shu joyga kirgandik. Facebook orqali ham kirsanglar bo'ladi. Agar noldan ko'rsatib beradigan bo'lsam, misol uchun Facebookga kiramiz. Facebook tanlaymiz.
to'g'ridan to'g'ri mana Facebookga kirdi. Ya'ni Meta Business Suite ichiga shu joyda o'zidan kirib ketamiz. Shu joyga kiramiz. Shu joyga kirgandan keyin bu yerda chap tomonda biz instrument degan bo'limiga o'tamiz. Bu yerda mana momentalniy forma degan joyi bor. Momentalniy formaga kirsak, mana uje bu yerda bizda lead yangi deb ochgan formamiz turibdi. Ustiga bosadigan bo'lsa, ya'ni forma haqida ko'rib chiqsak ham bo'ladi. Buni testli ishlatib ko'rsak ham bo'ladi. Testli forma. Misol uchun ismingizni o'zingiz yozib ko'rsangiz bo'ladi. Misol uchun ishlatilgan raqam 90 balonchi raqamingizni yozib, misol uchun 4 продолжить bu yerda chiqarib qo'yapti. Отправить qilinadigan bo'lsa, mana uje meni formam ketdi. Va shu joyni o'zida skachat orqali mana skachatni bosasiz. Skachat lead'ni bosib, ikki xil formatda, Excel formatda va tablitsa formatda ham загрузка qilib, skachat qilib, sotuv bo'limiga bersangiz yoki o'zingiz telefon qilib chiqsangiz bo'ladi. Xudo xolasa, lead maqsadida o'tilgan darsligimiz xudo xolasa o'z yakuniga yetdi. Sahifamga obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa kelajakda yana ham qiziqarliroq darslarni chiqarishni boshlaymiz. Keyingi darsimizda xudo xolasa bu leadlarni Telegramga va Google Sheetga integratsiya qilish bo'yicha ham darslikda chiqazamiz. Sizlar bilan ko'rishguncha xayr, sahifalarga obuna bo'lishni unutmanglar.